Jamoada ishlash qobiliyati. Tasavvur qiling, jamoangizda bir a'zo vazifasini vaqtida bajarmayapti va bu boshqalarga ham ta'sir qilmoqda. Siz qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz? Birinchi o'rinda man bu holatda tinchlik bilan hal qilishga harakat qilaman. Ya'ni o'sha situatsiyani, ya'ni o'sha vaziyatni tahlil qilaman. Nega aynan o'sha jamoa a'zosi o'sha vazifani, o'sha tasklarni o'z vaqtida qilmayapti? Bunga qanaqadir prичина bo'lishi mumkin. Balki oilaviy, balki boshqa narsa, kichkina muammolar bo'lishi mumkin hayotida yoki kompyuterda yoki boshqa qanaqadir texnik muammo bo'lishi mumkin. Man o'shani aniqlashga harakat qilaman. Balki vaqt yetishmayotgandir yoki qanaqadir kichkina problema bo'lsa, o'shani aniqlashga harakat qilaman. Keyin u bilan shaxsiy tarzda team oldida emas, alohida chetga olib gaplashib ko'raman. Nimaga bunaqa kechikayotganini sababini bilish uchun. Maqsad tanbeh berish emas, unga yordam berish, unga feedback berish bo'ladi. Misol uchun, agar u qiynalayotgan bo'lsa, o'sha task bo'yicha man unga qanaqadir bilgan narsam bo'yicha yordam berib, unga turtki bera olishim mumkin. U o'sha turtki oqibatida yaxshi ishlab, ko'p ishlab, o'zini o'zi tutib olishi mumkin. Agar o'shandayam bu muammo davom etsa, o'sha rahbarga, ya'ni o'sha loyiha rahbariga, o'sha rahbarga yoki menejerga holatni xolis o'sha inson sifatida tushuntirib beraman. Uni yomonlash emas yoki yomonlash emas yoki uni tarafini olish emas. Prosta loyihani sifatli tugatish uchun, loyihani o'z vaqtida va sifatli tugatish uchun etishdan boshqa chora qolmaydi. Keyin misol uchun bitta misol. Bir safar o'sha jamoamizda bir dasturchi deadline'ni kechiktirayotgandi. Ya'ni har deadline etilgan vaqtdan keyin topshirayotgandi. Deadline'dan o'tib, man u bilan o'sha kodini ko'rib, muammo qayerdaligini aniqladim. U unga texnik jihatdan yordam berdim. Ya'ni u qisqartirib yozishi o'rniga uzun qilib vaqtni bekorga sarflayotgandi. Uni qisqaroq qilib yozish yo'lini ko'rsatdim. Ya'ni o'sha boshqa funksiyadan foydalanish orqali 5-6 qator kod yozish o'rniga bir qator kod bilan u yechayotgan tasklarni oson yo'lini ko'rsatib berdim va shu orqali u undan keyingi loyihalarda, undan keyingi tasklarda o'z vaqtida qiladigan bo'ldi va u o'sha feedbackka to'g'ri qabul qildi. Va oxir-oqibat o'sha deadline, o'sha keyingi loyihalarda loyihalarda u aynan jamoa a'zosi o'z vaqtida, nafaqat o'z vaqtida, balki birinchilardan bo'lib o'zini qismidagi berilgan tasklarni birinchilardan bo'lib topshirishni odat qildi.